mazza qilib yeya olsangiz mana ichidan mana bunaqa lafta qonlari ham chiqadi. Yes. Qara bir uchini ozgina ko'tardim. Ko'ryapsan-a? Bir terisini shilguncha oxirigacha. Ha, qizlar? Nima gap? Chiqing. Qani chiqing. Xo'p, mana qarab turinglar. Men shilaman. Agar bu terisini shilsak. Mazami? Aka-ukalar, opa-singillar bir-biri bilan urushganda onani mana shunday yuragidan bir qavat teri shilinib tushadi. Endi mana shuni olib xomlayga. Yolasizlarmi xomlay? Aka-ukalar urushi degani mana shunday jigarni olib, po'stini shilib, xomlay mazza qilib, qonlarini qo'llariga bunaqa, oh, mazza. Shunaqa yoq. Nega yuzlaring jiryapti? Nega jirilyapti? Mazza bu juda ham yoqimli. Shuni men yeyman, juda ham zo'r degan. Onani yuragidan mana shunaqa etlar, terlar ko'chadi va u borgan sari xaroblashadi. Qizlarni urushi endi